oshni yomon qilsan, lekin ozgina menga ham ber. Bobur yaxshimisan? Jo'ra yaxshimisan? Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? O'zingda bir gap bor edi, Jo'ra. Hop. Jo'ra, 700 ming so'm pul kerak bo'lyapti, iltimos berib tur. Bo'ldi, beraman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat bolalar bilmasin, xo'p. Bo'pti, kartangni tashlab yuboraman. Bolalarga aytib o'tirma. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? Nima dedi? 700 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deydi. Ay, yo'q. Ha, beraman endi. Shakarcha surganmisan sochingga? Yaxshimisan? Yaxshimisan janob? Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? O'zingda gapim bor edi. Yur mashinaga. Tinchlikmi, Jo'ra? Jo'ra, san tanishlaring ko'p-ku. Bitta ish topib bersang zo'r bo'lardi. Faqat bolalarga aytma, iltimos. Ya bo'ldi, topib beraman, Jo'ra. Faqat bolalar bilmasin. Ya bo'ldi, gapga Jo'ra. Kutaman. Tinchlikmi nima dedi? Ish topib ber deyapti, faqat bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q. Shunaqa dedimi? Topib beraman. Mana futbolkalar 88 mingdan ekan. Zo'rami? Bobur Jo'ra, bir minutga mumkinmi sani? Tinchlikmi? O'zingga gapim bor edi. Bo'ldi, hozir. Jo'ra, imbazar narsalar arzon bo'lib ketibdi-da, shunga 500 ming qarz berib tur, faqat bolalar bilmasin. Bo'ldi. Mana shu. Faqat bolalarga aytma, xo'pmi? Bo'ldi, xavotirlanma. Mana kepkachilar 35 mingdan ekan. Ha, tinchlikmi? Nima dedi uni? 500 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deyapti. Ha, yo'q. Toshbaq ekanlar. Men senga aytma dedim, hech kimga. Nima qilay? Avtomatik aytib yuborar ekan odam. U ham so'rayapti, nima dedi deb. Senga nima dedi deb so'raysan. Aytib yuboraman-da, men majbur bo'lasan. Masalan, mana bola nima dedi desam, nima deysan? Aytaman mana. Men ham aytib yuboryapman-da endi. Onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Nima? Nima ishingiz bor onajonim? Buyuring, qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaringiz zaningda sumalak qilsa bo'ladi dedim. Bekorlarni 5tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizning uyda sumalak bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalakni boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqamiz, kattasi bor. Mana shu o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo, biza kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshar ekan. O'zi meniki Zebo. Mani kiyim lo'lilarnikiga o'xshar ekan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondirdim. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim. Mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lar tosh. Bir umr mushtoq o'tdim. Tugadi tobek bardosh. Mana bu topganmiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zeboli juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo, o'tin qolmayapti. Xos xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar bor. Bo'ldi, shart emas, o'tiraveringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan 3tasini hozir olib kelaman. Men Tohir dodani hassalari pop belli qislataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi-da, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalakda ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. Ha. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmaydim, uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharif boy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana buni qarang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Sakras, meni uyimda kalonka bor-ku.
ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xafa bo'lmayman, qolaman sen bilan. Sani qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtoqlarim qolishsa, voyisdan so'rab bering. Mani xolama hozir hamma uxlaganda qora kesiramiz. boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak, niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumali pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin, kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelmadim. Mana shuni berib turinglar. Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi. Amayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Malades, rahmat. O'zimni to'yda qolib ketibdi, shunga savab ketaman. Olatsan. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik Sumali o'tdi ketdi, hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq Sumali qoldi. Navro'z muborak onajonim. Sen qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim, hokipoyingizni olay kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qiling, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin. Dada, qayerdan kelyapsan? Ko'chadan? Ichdingmi? Yo'q, umacham yo'q. Ichdingmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Yo'q, ichmadim. Hamsa, tez uya, tajar. Hamsa bu yana nima qildi? Buni ichgan yo ichmaganligini bilish kerak. O'zimiz usul qo'llash kerak. Ha. Hamsa bu ichmaganmi deyman? Yo, ichganmi, qalbim sezyapti men. Boshqa usul qo'ydingiz. Hamsa, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsa, bachangiz ichmaganmi deyman? Yo, ichganda bu ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezyapti men. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men. Boshla. Qanday Hamsa? Zarbani his qildi. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo, ichgan bu. Qalbim sezyapti baribir. Oxirgi usul qoldi. İçgan deydimi size? Hamsa, yomon topdingiz, geniysiz, professorsiz, Aroq bilan nos aralashtirsa odam uylaydi ana shunday.